Bedendeki a'zolarning meyveye bo'lgan talabini bilib oling. Yurak almaga eng amroq. Almadagi polifenol va flavon turidagi moddalar qon tomiridagi ojizlashishning oldini olib, ularning ravonligini saqlaydi. Qondagi yog' va xolesterinning miqdorini tuvallatadi. Ko'pincha doktorlar yurak qon tomir kasallik bemorlariga kunda olma yeyish to'g'risida taklif berdi. Jigar dulanaga eng amroq. Durian, lyuliya mevasidan eng qo'rqudi. Dulana jumal tabiati mo'judilrak bo'lib, tal, oshqozon, jigar tomirlariga foydali. Dulananing chuchmal ta'mi jigardagi issiqni yondirdi. U oshqozon kirsa enzimning rolini kuchaytirib, go'sht taomlarning hazmini ilgari surdi. Shunga jigarini may qaplaganlar dolanani ko'proq yesi muvofiq. Durianni jigar zaximlaydigan meva deyishdiki sabab shuki, uning qanat va energiya miqdori ziyod yuqori bo'lib, qanat jigarning metabolizm jarayonida yog' aylanib, insulinning qarshiligini paydo qiladi-da, jigarga ziyon yetkazdi. 3. Ajdarho mevasiga eng amroq. Ajdarho mevasida ozuq talasi mo'l bo'lib, tarat ravolashtirish roliga ega. Har 100 gram ajdarho mevasida 2,8 gram yemaklik talasi bor bo'lib, odatda aqranlik ajdarho mevasining yemaklik tala miqdori qizilga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Oshqozon kuli behisiga amroq. Abnosdan qo'rqudi. Kuli behisidagi oqsil enzimi go'sht turidagi yemakliklarning parchalanishiga yordam berib, hazm qilishni ilgari surdi. Abnosda tanin kislotasi bir qadar ko'p bo'lg'achqa, agar osh qursaqqa ko'p yevatganda oshqozon kislotasi, asolat tanin kislotasi, meva yelimi, selluloz qatorliqlar bilan birikib, oshqozon shilliq pardasini zaximlantirdi va oshqozon kislotasining ajralishini ham kuchaytirdi. Börak uzumga eng amroq banandan qo'rqudi. Uzumning sorti va rangi ko'p xil bo'lib, börakka yanada qora uzum manfaat qiladi. Banandagi mineral moddalarning miqdori bir qadar yuqori bo'lib, badan ehtiyojidan oshganlari börak orqali sirtga chiqariladi. Bu jarayonda ko'p miqdordagi suvni birga olib ketgachga börakning yuki ig'ilib ketadi. Shunga kunda eng ko'p bo'lganda 2 dan ortiq banan yeyishdan saqlanish kerak. Tal, cho'ng apelsin yo'ziga amroq. Nashputdan qo'rqudi. Cho'ng apelsinning yalni haydab bilgan bo'shitish va talni sog'lomlashtirish roli bor. Nashputning tabiati sovuq mayil bo'lg'achqa ko'p yeganda tal va oshqozonni zaximlaydi. Shunga bir kunda bir tal nashput yeyish eng muvofiq. Nashputni qaynatib pishirganda uning sovuq tabiatini ojizlashtirg'il bo'ldi. Sizmi bilib oldingizmi?